1 yil oldin kelganda 5-6 etajga ko'tarilyapti. Uje qaranglar 9 etajga ko'tarib qo'yibdi. Fasadlar, romlar tayyor holda. O'zingiz xohlagan kvadraturani olib remontga tayyor holda turibdi. Eng asosiysi elektronli emas, ya'ni tabiiy gazdan foydalangan. Bu asosiysi emas, asosiysi 3-domni sotuviga start berildi. Hamma joyda podkatlaman sotilayotgan bir paytda men sizlarga 100% bitgan domni podkatlaman narxini taklif qilsam qanday bo'lar ekan? Tepa etaji 58 kvadratlik hisoblab ko'rdik. 100% to'lov evaziga atigi $825 chiqyapti. Bunaqa narxga hozir ko'pchilik quruvchilar podkatlaman narxida berilyapti. Qaranglar, domimiz bitgan, tomlar yopilgan, romlar qo'yilgan. Hozirgi paytda fasad ishlari olib borilyapti. Bunaqa imkoniyatdan faqatgina unumli foydalanishga olgan odam bor yo'g'i o'zini xohish istagiga ko'ra uy ichini remont qilib oladi. Har doim bunaqa imkoniyat chiqmaydi. Bundan faqatgina unumli foydalaning. Paketda o'zi aytib turibdi-yu, qanaqangi katta proyektga kelganmiz. Biz hozir sizlar bilan жилой kompleks Zenitdamiz. Xo'p, 9,5 gektar, 19 dom, 3250 ta kvartira. Biz hozir sizlar bilan mana shu 3-domni ko'rdik. Bu yerda hozir fasad ishlari olib borilyapti. Undan keyin 4, 5, 6 ketma-ketlikda ketadi. Bu xonadonni xarid qilar ekansiz, zelen zona parkovkadan xullas umuman muammo bo'lmaydi. Hozirda yangi yil aksiyasi bo'lib o'tmoqda. 100% to'lov evaziga 40 kvadratdan yuqori bo'lgan 10 ta xonadonga maishiy texnika bonus sifatida taqdim qilinadi.